Mana do'stlar, bu eski shahardan Luvrga o'tadigan most. 2016-yili bu most sinib qulagan ekan bu daryoga. Nima sababdan bundaqa quluplar ilingan ekan? Quluplar bu endi aram qilib bular sevishganlar, bir balolar, baxt izlab, bir narsa mana I love you, I love you deb yozib mana bunday qilib 300 tonna qulub ilib tashlagan ekan bu chekkalariga, ikkita tarafiga. 300 tonna qulub ko'tarilgani o'sha sababli yiqib sinib ketgan ekan bu most. O'shaning uchun mana hozir oynali qilib kelgan ekan, чтобы qulub ilmasin deb, og'anab ketmasin deb boshqatdan 8 yil oldin qulagan mostni boshqatdan duh storonini tagidan ham, tepadan ham qilib kuchli qilib qilishgan ekan, чтобы oyna qilishgan ekan. Bundaqa zamoglarda ilmasligi uchun. Ular shu Yevropada irim-sirim qilib, taglariga ilib tashlagan baribir. Tasavvur qilyapsizlarmi? 300 tonna qulufni ko'targan ekan bular hali. Daryoni tagidan. Daryoni chuqurligi 20-30 metr. Bir xil joylari 40 metr ekan. Bu taraf esa Luvr muzeyi. Qoyil qolish kerak. Qoyil.